Mana shu kilosi qancha? Bu 80 ming. Buchi? Bunisi 90 ming. Arzoni qaysi? 70 mingdan bor. Buni 70 ming. Anasi 60 mingdan, mana bu 45 mingdan. Hop. Tak. Buni o'lik qancha? Bu ana sariq ana xurma. Xurma bu. Mana o'riklar. Keyin ana. Buni o'lik qancha mana shu? Kilosi 40 ming. Mana bu ham 40 ming. Bu ham 40 ming, ha? Buchi? Bu 20 ming. Mana shuni postini olib, postini ichiga mag'zini tiqib ham sotamiz. Shunaqasini ko'rganmiz. Bu qancha ular? U qimmatroq bo'lishi kerak. Ishlarda yo'q-a bu? Buni pista qancha? Bu 140 ming. Do'lanasi bor 130 ming. 130 ming. Bunichi? 120 ming. Arzoni qancha? Arzon 60 ming tepada. Unisi? Buchi? Bu 35 ming, nargisi 30 ming. İşiniz kaldı. Dünyanın işi Qancha? Soğuklar ucu. Bu 40 ming tepadagi. Bular 40 ming, ha? Bo'ldi. Beyzlarchi? Neyse ben narxlari yozilgan. 85 ming. 95 ming, 85 ming, 60 100 ming. ming. Niye oladigandan ham bormi? Ha? Niye oladigandan ham bormi? Oladigan bor, anet ochaman hozir. Yo'q, hozir olmayman. Hozirmisizmi? Mana tishingamiz arzonlar. Mana o'rtoqlar ko'rib oldilaring, mana shunaqa narx. Qobiljon, buni qancha kilosi? U 20 ming. Eng arzoni nima ekan, ha? Mag'iz ekan. Mana sotuvchi.